Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Xonadonlaringiz tinchmi? Xo'p, alhamdulillah, mana Nanaydagi obyektimizni ham xudo xolasa yakunlab oldik. Notmay sharlarni qo'ysa bo'ldi inshaalloh. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Nanaydagi obyekt bu. Nanaydagi dacha quritgan ukalarimiz ko'rishgan bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Bunaqa sifatli, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha bitirib beramiz. Hop, materiallarimizni bir qator tushuntirib o'tadigan bo'lsak, stupenkalarimiz MDF shipon, yasin shipondan bo'lgan. Qo'lda balasinalarimiz hammasi yong'oq materialdan bo'lgan. Tumbamiz, perilamiz sosna materialdan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Shiponni mavjud ikkita o'ralari cho'tkisidan tanlab, xudo xolasa qilganmiz. Inshaalloh kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qo'yaverasizlar. Pastda nomerlarimiz bor. Xudo xolasa cho'tkilab qo'ldan kelgancha inshaalloh bitirib beramiz. Hozir bu yerda qolgan ishlarimizdan devor plyumslarimiz bordi. Bu yerda oldin tosh bo'lganligini hisobiga plyumс kattaroq ekan. Boshqatdan razmerga to'g'rilab plyums tayyorlatdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz inshaalloh.